Shabun kana ala ahdi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam yusamma alqamatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida Alqama ismli bir yigit bor edi. Og'ir kasal bo'ldi, o'lishi aniq bo'lib qoldi, lekin jon taslim qila olmadi. Tiliga la ilaha illalloh kalimasi kelmadi. Bu haqida payg'ambarimizga xabar berilganida ota-onasi bormi uni deb so'radi. Ha, qari bir onasi bor deyishdi. Chaqirib kelinglar dedi. Onasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Payg'ambarimiz bu ayoldan bolasi haqida so'radi. Onasi aytdi: "Ya Rasululloh, o'g'lim falon namoz o'qiydi, falon ro'zalarni tutadi, qancha sadaqa ihson qilishligini hech qaysimiz aniq bilmaymiz. U qilgan sadaqasini sanog'ini yoki vaznini bilmaymiz" dedi. Payg'ambarimiz nimani so'radi bu yerda? Siz bilan qanaqa muomala qilardi dedi. Qarang, bularni hech qaysi hisobga o'tmayapti bu yerda. Siz bilan qanaqa muomala qilardi? Ya Rasululloh, men noroziman bolamdan. Nimaga? Meni qo'yib xotiniga ko'proq yaxshilik qiladi. Qoladi bu xotin siz bilan. Sizni kuzatib, inek etadi orqangizdan. Aytamiz, pulingiz ham o'ziga qoladi. Ha, bormisan deydigan ham qolmaydi. 12 da kelasizmi, 2 da kelasizmi, birovda ish olmaydi. Bemalol nima qilishadi, hammasi yotib. Ya Rasululloh, men noroziman undan dedi. U o'zini ayolini mendan afzal ko'radi. Meni qo'yib unga yaxshilik qiladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onasining g'azabi, onasining noroziligi uni shahodat kalimasini aytishdan to'sib qo'ydi dedi. So'ngra payg'ambarimiz: "Ey Bilol, o'tin to'plang" dedi. Kuydirib yuboramiz dedi. Chunki o'la olmayapti, kalima talqin qila olmayapti, lekin tuzalib ham ketmaydi. Kuydirib yuboramiz buni dedi. Shunda bu yerda turgan ona: "Ya Rasululloh, bolamni ko'z oldimda kuydirib yuborasizmi?" dedi. "Bunga qanday qilib sabr qilaman?" dedi. Payg'ambarimiz: "Alloh uni kechirishini xohlasangiz, undan rozi bo'ling" dedi. Vallohi siz norozi ekansiz, uni o'qigan namozi, sadaqasidan unga foyda yo'q dedi. Ko'zimizni katta ochaylik. Soqol qo'yib pocha shimalab yuribmizmi? 5 mahal masjidga boryapmizmi? 30 pora Qur'on yodladikmi? Agar ota-onamizni norozi qilib qo'ygan bo'lsak, payg'ambarimiz nima deyapti? O'qigan namozi, qilgan sadaqasini foydasi tegmaydi unga deyapti. Din nima? Din xulq. Din nima? Din muomala. Uyda turibdi, qaqa ketadi otangni. Tabini xira qiladi, qanaqa qiladi? Rozi bo'ling, bo'lmasam bolangiz foydalana olmaydi bu amallaridan dedi. Shunda ona qo'lini ko'tarib, Allohni, sizni va shu yerda turganlarni guvoh qilib aytaman, men undan roziman dedi. Oq farzandiga musibat yetganda, onasini norozi qilgan oq bo'lgan farzand mana shu bir mashaqqatga kirganda, ona hamma narsani unutib yuboryapti. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Onalar shunaqa mehribon bo'ladi. Faqat farzandlar buni bilmaydi. O'lgandan keyin qadriga yetadi faqat. Shunda payg'ambarimiz Bilolga borib bilib kelingchi dedi. Rasulullohdan uyalganidan aytdimikin qalbida yo'q narsani bilib kelingchi dedi. Bilol Alqamaning eshigining oldiga borganda, ichkaridagi Alqama la ilaha illalloh degan kalimani aytdi. Bilol eshitdi, vafot etdi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib xabarni berdi. Alqama vafot etdi. Yuvishdi, kafanlashdi, payg'ambarimiz janozasini o'qidi. So'ngra uni qabrini bir chetida turib aytdiki: "Ey muhojir va ansorlar, kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bas bunday kishining tavbasi ham, sadaqasi ham qabul bo'lmaydi dedi Rasululloh. Bu hadisni Imom Tabaroniy va Ahmadlar ham boshqa lafz bilan rivoyat qilishgan. Shuncha xayrli ish bo'lsa ham Alqamaga foydasi yo'q, modomiki onasi norozi bo'ladigan bo'lsa. Yigitlar bir fikr qilib qo'yaylik.